Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoshingiz ko'p ekan, qayerda o'qiysiz? Men Toshkent havo tibbiyot texnikumida o'qiyman. Qaysi fakultetida? Farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Shu texnikum haqida bir-ikkita o'zingiz intervyu bera olsangiz. Texnikumimizda hozirda qabul boshlangan. Texnikumimizda 1000 ga yaqin talaba bor. Bu yerda chuqur yo'nalish farmatsevtika va hamshira yo'nalishi hamda feldsher yo'nalishlari bor. O'zimda ham bir muammo bo'lgan, o'qishga kira olmaganimdan keyin ancha siqilib qolganman va chetga ishlash niyati bo'lgan. Lekin menga otam tavsiya qilganlar shu yerda. Shu yerga kelib o'qidim, kam bo'lmadim. Hozirda farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Nechinchi kurssiz? Hozirda birinchi kursman. O'qishlar qanaqa ketyapti? O'qishlar yaxshi ketyapti, jarayonlar yaxshi hammasi, o'qituvchilarimiz hammalari zo'r. Aktiv. Bu yerda hozirda 3 ta davlat bilan shartnoma tuzilgan. Bizda o'qigan talabalarga viza beriladi va viza orqali boshqa davlatga ishlash imkoniyati beriladi. Rahmat sizga intervyu uchun. O'qishingizga omad. Rahmat. Kelajagingizni Toshkent havo tibbiyot texnikumi bilan quring.